Do'stlar, bu korzinkaning ikkinchi qismi. Birinchi qismni biroz oldin tugatdim, ikkinchi qismni yoqdim. Bu xoinga ketdim. Ya, what the fuck, beshta Hop, mana bu narsani maligini bilmadim. Balkim tamaki turiga tamaki bo'lsa sotmayman. Nima ekan bu? Sugar yo'q. O'tirish o'chiriklarim kutish kerak. Bigon qorasida stop. What the fuck? Sakolda veriyorsunga. Bo'ldi. 100 ga surib rastmi? Yo, 150 bir qoldi. Zararlarimiz hozircha, lekin tashqaridan narsalarimiz do'stlar, nima klient qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar hammasini bir tomlida beramiz. Biroz o'zida berilib ketib qolar ekan bolalar. Oxirigacha bermoqchi edim, lekin o'zi berilib va opa ketib. Biz qo'zg'atdik, sizlarga shopaniga berasiz, foydaga qolamiz. Apingga bigon qolamiz. Sizcha shartmiz? Ajoyib. Narsalarni ham joylashtirishim kerak. Perfect. Do'stlar, agar o'g'ri o'yiniga qiziqayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar yoqayotgan bo'lsa, keyingi video aynan mana shu o'yin haqida bo'ladi. 200 dollarga narigini ochib ko'rsamlik. Nima bo'ldi? Nadir qo'shildi? Ishchosi bo'lardi. Bir Robux qollarga. Yaşayacağını aldım. What the fuck's in the game? Neyse, gazetelerine koyduk olamaz. Bir tempo böyle valla. Parandalardan açkanlayın. Bir tempo böyle. Açına har. Bir-biridan yazar. Sakız olur. Hamma narsaga yapinchilik bilmayman, lekin o'yin kamida 100 dollar topishim kerak. Topolmagan ekan. Do'stlar, kommentariyada nicklar yozib qoldirsanglar, balkim druzya ham tashlashim mumkin. Do'stlar, agar 100 obuna chiqaversanglar, zo'r konkurs o'tkazaman. Xohlagan o'yinlarga pul solib beraman. Masalan, FC Mobile o'ynashinglar mumkin. Xullas, qanaqa o'yin o'ynasanglar ham, men sizlarga o'sha o'yinda
Masalan, FC Mobile'ga 100 FC point, Roblox'ga ham 100 Robux nima desam bo'ladi. Qaysi so'nggi dilimligiga ham sezon paslarini beraman. Faqat u har 100 obunachida bo'ladi. Tezroq 100 obunachi qilsanglar, o'sha konkurs boshlanadi. Даже konkursni yutib olgan bitta obunachim mazza qilib pul solib o'ynashi mumkin. Non $11 pulimiz qoldi, chunki gedayimiz ketyapti. Bargan sari. Bekarani tovuqlarni ochdimda. Masut qo'yaman. Endi haqiqiysiga zararda bo'lamiz. Endi haqiqiysiga zararga bo'lamiz agar men tuxumni qo'yib bo'lmasa. Please bro, tuxumni qo'yib bo'lsa salomasa. Gedayimiz chiqdi. Faqatgina mana shu nomimizni qutqarib qolmoqchi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Buning uchun jihoz olish kerak, jihoz olish kerak, jihoz. Baramarta. Mangkatdan ko'rsatib tursin bular. Shuncha pulga uxlab ketishdi biz. Afsus, nadomatlar bo'lsin. Uxlatib ketishdi bizani. Lekin $13 pulimiz bor, yana non olib sotishimiz ham mumkin. Hozir bizda $19 yetadigan narsalarimizni o'shani bitta qimmatga qo'yib ko'raman. Agar olishsa foyda yana qaytib olamiz. Qo'yib ketamiz. Hozir 5 soniya qoldi. Bartuga. Next day 9:07 soniya 39'dan. Masalan, mana buni ko'ramiz. Keyin buni ko'ramiz, unga qimmat narxdan qo'yamiz hozir. Faqat narxi bo'ladi. Agar $8. Ona deyapti. $6, $5. $4, $3. Burada $3 yo'q ekan. $6 yamaydı. 5 4 yok. 2 3 derseniz yani $3 nasıl satın olur adam? Yeah, what the fuck?
Endi do'stlar biz foydaga kiramiz. What the fuck? Ana endi foydaga kirib olmam ballar. Ya. Nima oladi? Bu shundan zakaslanamiz. What the fuck? Foydaga kirib. Evet. Yürüyorum işte. Foyda oldu. İşte kopyası. Hani ne foyda giriyorsan. İndi kellen işle yaptı. Yok. Gitti bu. Ne yapalım? Salfa deklararsa şunu sattan. What the fuck? İşte öyle. Let's go. Arkadaşlar 100'ye bir gol var öyle. 100'ye az kançaya düştüm. What the fuck? Herkesin arkada Dostlar benim ikinci kısmı şurada götürsün. Taş götürürüz. Dostlar ikinci kısım benim şurada tügeseyem gerek. Üçüncü kısımda kutup olasılar diye umutlanam. Hammaga hayır.